Odam bolasi borki, birodarlar, tirikchiligi bor. Rizqini g'amini qiladi. Mana shu rizqini topib yeyishlikda insonlar o'zlaricha turli bir hiylalarni, turli bir sxemalarni, turli bir yo'llarni izlaydi. Rizq o'zi nima? U rizqni beradigan Razzoq qanday zot? Nima qilsak mana shu rizqimiz keng bo'ladi, barakotli bo'ladi, mo'l bo'ladi. Nima qilsak buni aksi bo'ladi. Hozirgi odamlarni deyarli hammasini birinchi g'ami tashvishi rizq topishlik bo'lib qolgan desak adashgan bo'lmaymiz. Lekin rizq nima edi? Odam bolasi onasini qornida 121 kunga to'lgan kuni farishta kelib 4 ta narsasini yozib qo'yardi peshonasiga. Rizqini, ajalini, amalini, baxtli baxtsiz bo'lish. Mana ikkita narsa. Rizq bilan ajal. Bunga insonning hech qanaqa aloqasi yo'q. Bu ko'paymaydi ham, ozaymaydi ham. Faqat barakotli bo'ladi yoki bebaraka bo'ladi. Millionta odam sizni haqqingizga 1000 yil yashagin deb duo qildi. 1000 yil yashaysizmi? Yashamaysiz. Yashamaysiz. 2000 yil yashay deb turib yer ahli duo qildi. Yashamaysiz. Chunki sizga yozib qo'yilgan 70 yil, 80 yil bor, o'tmaydi. Faqat bu duolar shu rizqimizga barakot olib keladi yoki barakotni yo'q qiladi ayrim qilgan ishlarimiz. Keling mana nima ish qilsak rizqimizga baraka keladi. Razzoq subhanahu va taolo bilan qanaqa muomala qilsak biz xohlagandek rizq bo'ladi bizda. Astagfiru billah. Va man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja va yarzuquhu min haythu la yahtasib. Mana shu oyatning tafsirini diqqat bilan, shoshmasdan o'rganib chiqishimiz kerak. Masalan, nima deymiz? Mana rom yasashlikda texnologiyasi bor. Bunday qilsa bunday bo'ladi, bunday. Aniqda 45 gradus kelsang, lekin to'g'ri 90 bo'ladi, ikkidan olib kelib qo'ysang. Aniq shablon formulasi bor. Shu shablon formulani bir ustadan ko'rib o'rgangan shagird darrov usta bo'ladi. Agar shu qoidalardan, shu instrumentlarni ishlatishdan, mana shu materialda tabiatidan bexabar odam qoqilaveradi, so'qilaveradi, ehtimol umrining oxirigacha topadi u formulani, yo topmaydi. Hozirgi kunda odamlarni rizq topishlikda qilayotgan harakatlarni ham shunga o'xshatsa bo'ladi. Birodarlar, dinimizda hamma narsa aniq chizib qo'yilgan. Xuddi karrani singari aniq hamma yo'q. Rizq topishlik masalasi ham shuning ichida. Kelinglar, dinimizda nima deyilgan? Razzoq subhanahu va taolo beradimi bizni rizqimizni? Modomiki shunday ekan, kelinglar, qanday muomala qilish kerakligini o'rganib olaylik. Alloh taolo aytadi: kim Allohdan qo'rqsa, u zot uning uchun barcha g'am kulfatlardan chiqar yo'lni paydo qilur va uni o'zi o'ylamagan tomondan rizqlantirur. Demak, bugungi mavzuyimiz nima ekan? Razzoq subhanahu va taolo. Bugungi mavzuyimiz birodarlar, rizq mavzusi ekan. Gohida bir bandani oldida hamma eshiklar berkilib qoladi. Tijorat eshigi ham, hunar eshigi ham, hamma eshik qulf. Bosh qotib qoladi. Qayoqqa qo'lini cho'zmasin, qo'li yetmaydi. Qayoqqa boshini urmasin, eshik ochilmaydi. Shunda nima qilish kerak? Haromga qo'l urish kerakmi? Mana palonchi deydi. Mana narsani savdosiga kirishuvdi, zo'r bo'lib ketdi deydi. Nima qilish kerak shunda? Shunda inson lekin o'zi kallasidan kelib chiqib turib, agar dinidan bexabar bo'lsa, o'zichasi yechim istab ko'radi. Kelmoni ham qilib ko'raychi, bo'lmadi. Kelmoni qilib ko'raychi, bu ham bo'lmadi. Aniq turuvdi yo'l. Nima qilish kerak shunda? Mana shunday holatda Allohdan taqvo qilish kerak, birodarlar. Allohning manhajini mahkam tutishlik kerak. Shundan keyin eshiklarning ochilishini kutib turing. Chunki Robbimiz aytayapti, kim Allohdan taqvo qilsa, har qanday mushkuladan chiqib ketadigan yo'lni ko'rsatadi va kutmagan joydan nimasini beradi? Rizqini. Demak, nima qilish kerak ekan? Taqvo qilish kerak ekan. Alloh taoloni bu mo'min bandalarga bergan va'dasini amalga oshmay qolishidan ko'ra dunyoni ustun bo'lib ketishi osonroq. Qaytaraman. Alloh taoloning mo'min bandalarga bergan va'dasini ro'yobga chiqmay qolishidan ko'ra bu osmon yerni ustun bo'lib ketishi yengilroq. Chunki kimning va'dasi bu? Innaka la tuxliful mi'ad. Albatta sen hech qachon va'dangga nima qilmaysan? Xilof qilmaysan. Demak, bu oyat birinchi navbatda birodarlar yoshlarga qaratilgan. Bo'ydoqlar,
maktabni bitirdingiz, bir o'qishni bitirdingiz, o'sha etap bo'ladi. Kim shu etapda bo'lsa eshitib tursin. Ishingiz yurishmaydi. Shijoatingiz bor, g'ayratingiz bor, pul topishim kerak, ota-onamni, bola-chaqamni boqishim kerak degan raqamingiz bor, zo'r o'g'il bolasiz, u yoqqa urasiz bo'lmaydi. Bu yoqqa urasiz bo'lmaydi. Hunar qilib ko'rasiz, boshqa qilib ko'rasiz bo'lmaydi. Akalar shu etapdan o'tish kerak. Shu yerda o'tirgan yosh katta, ishini yo'lga qo'ygan, hayoti yo'lga tushib qolgan odamlarni qarasangiz, shular ham shu etapdan o'tgan. U kam u, tug'ilib otasining katta pulini ustida yashaganlar. Asosan odamlar shu yo'ldan bosib o'tadi. To'g'ri aytyapmanmi kattalar? O'sha etap bo'ladida hammada.